Prezidentimizning 2021-yil 16-iyundagi aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida joriy yilning 24-aprel kuni Toshkent shahrining Yangi Hayot tumanida joylashgan 2-sonli umumta'lim maktabida jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlariga rasman start berildi. Mazkur sinovlar mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, o'quvchi yoshlarning jismoniy faolligini oshirish va iqtidorli sportchilarni aniqlashda xizmat qiluvchi muhim jarayon hisoblanadi. Ayni vaqtda Toshkent shahrining barcha tumanlaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilardan sport normativlari bosqichma-bosqich qabul qilinmoqda. Yangi Hayot tumanidagi tadbirda tuman rahbariyati, maktab direktorlari, jismoniy tarbiya o'qituvchilari ishtirok etishdi. Dastlab sinov jarayonining mazmun-mohiyati, baholash mezonlari hamda ERP sport elektron monitoring tizimi haqida ishtirokchilarga tushuntirish berildi. Shundan so'ng o'quvchilar o'z jismoniy tayyorgarligini namoyish etdilar. Jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlari doirasida o'quvchilarning turli sport turlari bo'yicha holatlari baholandi. Sinovlar doirasida yuqori natijalarni qayd etgan iqtidorli o'quvchilar sport maktablariga yo'naltiriladi. Maxsus talablarni bajargan yuqori sinf o'quvchilari esa vatan tayanchi harbiy bo'linmalariga tavsiya qilinadi. Mazkur tizimda nafaqat iqtidorli yoshlarni saralash, balki ularning sog'lom o'sishi, muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullanishga sharoit yaratish ham nazarda tutilgan. Shuningdek, ixtiyoriy normativlarni muvaffaqiyatli bajargan o'quvchilarga sertifikatlar topshirildi. Shu tariqa jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlari bugungi kunda nafaqat maktab o'quvchilari uchun, balki kelajak avlod salomatligi va yurtimiz sport salohiyatini oshirish yo'lida muhim amaliy qadamlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.